Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqrammasını görüşüңlərni qızğın qarşı alımız. Ən aldı bilan qısqaça məzmuniga көз ataylı. Amerika Federatsiya İdarəsinin direktori Christopher Wray Xitayning təhdidi və sun'iy idrak texnikasının tez sürətdə tərəqqi qilishidin ənsiraydiganligini aytdı. İki partiyadan təşkillangan bir gruppa Xitayning kun sayin kuchayayotgan ta'sirini azaytishga aloqador qonun loyihasi sundi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitayning yomon niyatlik harakati to'g'risida ogohlantirish berdi. Yangi raisnash Xitayning eng buyuk tahdid ekanligini oshkorladi. Tuanda tafsiliy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI'ning yuqori darajalik amaldori Christopher Wray Xitayning tahdidi va sun'iy idrak texnikasining tez suratda taraqqiy qilishidan ansiraydiganligini aytgan. TS2 boshliq xabar torining 26 iyul kunidagi xabarida aytilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI'ning direktori Christopher Wray va tor hujumi bo'limining yordamchi direktori Brian Vrandran Atlanta tor hujumi boshliqlar yig'inida so'z qilganda Xitoyning sonliq ma'lumotlarni qurollantirish bo'libmi sun'iy aql ishlatish iqtidorining kun sayin kuchayayotganligini aytgan. Wray Xitoyni tengdoshsiz tahdid deb tasvirlab, Xitoy bugungacha Amerikadan o'g'irlagan xususiy va shirkat uchurlarini agar o'zining sun'iy aql texnikasi bilan birlashtirgan taqdirda tengdoshsiz zo'r xavf tug'diradiganligini ogohlantirgan. U sun'iy aqlning qabul qilinishining eshishiga ergishib, texnik kuchlik murakkab tor hujumlarining yoshirin kuchining kuchaydiganligini ta'kidlagan. İki partiyadan tashkillangan bir gruppa Xitoyning kun sayin kuchayayotgan ta'sirini azaytishga aloqador qonun loyihasi sungan. To'ppilik, ya'ni Dahyol xabar torining 25 iyul kunidagi xabariga qaraganda, iki partiyadan tashkillangan bir gruppa seshanba kuni Amerika Moliya ministrligining Xitoyning Amerika Inter-taraqqiyot bankisidagi faoliyatlariga qarata o'chqashqari bo'lishini kuchaytirishga aloqador bir qonun loyihasi sungan. Axbaratda Xitoyning 2019-yili Amerika Inter-taraqqiyot bankisiga qaytilgandan buyon Latin Amerikasi va Karib dengizidagi davlat manfaati va ta'sirini orttirganligi, 2019-yilni o'z ichiga olgan yaqinqi bir qancha yilda Amerika Taraqqiyot bankisi tarafidan birinchi darajalik mukofotga erishganligi, Amerika Inter-taraqqiyot bankisidan talab qilingan o'chqashqari bo'lish, Xitoy Xalq Jumhuriyati mablag' solgan turlarning hammasi Amerika Inter-taraqqiyot bankisining Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rinlaridan qandoq naf olganligi va Xitoy Xalq Jumhuriyatida qatnashgan barliq turlar to'g'risida har 2 yilda bir qatam inchki doklad e'lon qilish bayon qilingan bo'lib, Xitoyning Amerika Inter-taraqqiyot bankisidagi Amerikaning eksport kontroliga aloqador texnikasi va Xitoyning Amerika Inter-taraqqiyot bankisidagi ta'sirini azaytish planini talab qiladi ekan. Bu qonun loyihasining ikkinchi qismi Amerika Inter-taraqqiyot bankisidagi ta'siridan foydalanib, Xitoyning Amerika Inter-taraqqiyot bankisidagi ta'sirini tizginlashga, har qanday payning Amerika Inter-taraqqiyot bankisiga setilishini to'sishga, davlat manfaatiga tahdid solgan Xitoy mablag' solgan turlarga bilet tashlashga chaqirib, texmo oshkorligini ilgari suradi ekan. Amerika Inter-taraqqiyot bankisining eng chong pay cheki ekan. Bu qonun loyihasi Bob Menendez, Hagerty, Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Kengash palata a'zosi Tim Kaine tarafidan o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, bu hal qurultayda Xitoyning kun sayin kuchayayotgan ta'sirini cheklashga bo'lgan to'yg'ining ortganligini aks ettirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken chorshanba kuni Polineziya orol davlati Tongani ziyorat qilganda Xitoyning yomon niyatlik harakati to'g'risida ogohlantirish bergan. Dahyol, ya'ni to'ppilik xabar torining 26 iyul kunidagi xabariga qaraganda, Antony Blinken Tongada ziyoratda bo'layotganda Xitoyning dunyoda masala paydo qiladigan qilmishlarini tilga olib, shuni ko'rib turibdimizki, Xitoyning mazkur rayondagi faoliyatlarining ortishi bilan birga masala paydo qiladigan qilmishlari ko'paymoqda degan. Buningga Xitoyning dengizchilik ishlaridagi qonunsiz talablari, davlatlarni talon-taroj qilishdagi iqtisodiy faoliyatlari hamda davlat hukumatlarining chiriklashib ketish uchun mablag' solish harakatlari qatorliqlardan andish qildiganligini misol qilib ko'rsatgan. Tonga safari Blinkenning yaqinqi 2 oy ichida Osiyo Tinch okean rayonini 3-chi qatim ziyorat qilishi ekan. Bu qatimqi safar Oqsaroyning Xitoyning Tinch okean orollari rayonidagi davlatlardagi ortgan ta'sirini azaytish, Amerikaning mavjudligini oshirishdagi tirishchanligi ekan. Tonganing Xitoyga bo'lgan qarzi haqida so'ralgan savolga berilgan javob qarzni to'lashga boshlaganligi va andish qilishning hojati yo'qligi bo'lgan. Yangi raisnash Xitoyning eng buyuk tahdid ekanligini oshkorladi.
Amerika Dövlət Məclisinin xəbər toru bolğan Töpülük, yəni The Hill xəbər toruning 27 iyul kunidagi xəbəriga qaraganda, ma'lum bir tədqiqat mərkəzining payshanba kuni e'lon qilgan doklatiga asoslanganda, Xitoyga nisbatan Amerikada va dunyoning har qaysi joylarida past pozitsiya bargansiri oshgan. Amerikadagi nüfusning yarmi Xitoyning davlatning iqtisodiy va bexatarligiga eng chong tahdid ekanligiga ishonadi ekan. Yana bir qatimliq rayon sinashning natijasiga qaraganda 83% Amerikalik bo'lgan dunyo xalqining 3dan 2 qismining Xitoyga nisbatan salbiy ko'z qarashi bor bo'lib, bu Xitoyga qarata salbiy qarashga ega bo'lgan 87% Avstraliyalik va Yaponiyalikning orqasida turadi ekan. %2% Amerikalik Amerika uchun o'z davlatini yoki Koreyani tahdid deb qaraydi ekan. Amerikadagi jumhuriyatchilar va demokratchilar har ikkalisi Xitoyni tahdid deb qaraydigan bo'lib, Rossiyaga qaraganda Xitoyni eng yomon tahdid deb qaraydiganlar yanala jumhuriyatchilar ekan. Raysnashdan ma'lum bo'lishicha, 2019-yili Xitoy Rossiya bilan birlikda Amerika uchun eng chong tahdid deb bilingan. 2017-yili 3-darajadagi tahdid deb bilingan. Mavjudlik krizisi deyilganda shu aniq bo'lishi kerak ediki, krizis vatanda. Vatan ichidagi xalqning mavjudlik mujodalasini davom qildirishda. Vatan sirtidagi mujodalaning birinchi nishonimi vatan ichidagi mavjudlikning krizislariga qarshi tadbir ishlash. Har qanday ijtimoiylikqa yotadigan harakatlarni siyosiy g'oyaga xizmat qiladigan unsurga aylantirish bo'lishini talab qiladi. Vatan sirtidagi mavjudlik, vatan ichidagi mavjudlikqa qarashli qilinmaganda, chet elda mavjudlikni saqlash idealarining hech birini haqiqiy ma'nosini topgan mavjudlik ko'rishi qatoridan hisoblag'ili bo'lmaydi. Balki bu siyosiylik jihatda vatan ichidagi krizisdan barbara yiroqlashish, millat, xalq huquqlarini vatan sirtidagi oz sonli to'plamga yuklab ishlatish, vatan ichidagilarning mavjudligini o'zlarining mavjudligidan keyingi tizishga yotadigan tutum va kayfiyatlarni barliqqa keltirish kelib chiqadi. Burhan Muhammadning Manqurt Zihniyat va Xiyonatlik ziyorat nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.